ehtimol namozxondir, ehtimol xayri saxovat qiladigan qo'li ochiq odamdir. Bunaqa odamni qilgan duosi ham ijobat bo'lmaydi, namozi ham qabul bo'lmaydi. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Yolg'on ishlatyapsizmi? Duoingiz ham o'tmaydi, sadaqangiz ham o'tmaydi, namozingiz ham o'tmaydi, duoingiz ham ijobat bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiban. Chunki Alloh pokiza zot. Bunaqa harom xarishni qabul qilmaydi. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Bunaqa g'irrom yo'l bilan pul topib, qoningizni to'g'izyapsizmi? Ichingizga harom kelyaptimi? Bunaqa ibodatingizni qabul qilmaydi. Bu harom bilan yeb, quvvatlanib qilgan ibodatingizni qabul qilmaydi. Umringiz qabul emas, hajingiz qabul emas, sadaqangiz qabul emas, qilgan duoingiz ijobat bo'lmaydi. Kimdandir duo olayotgan bo'lsangiz, bu duoning ham sizga foydasi yo'q. Chunki siz harom ishni ko'rib bilib turib qilyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdoda yolg'on, g'irrom aralashib qolishi mumkinligini, inson beqasd narsa kirib qolishi mumkinligini aytganlar. Endi undan qutulishning yo'li sadaqa qilib turinglar deganlar Rasululloh. Rasul aytadilar: "Ey savdogarlar, savdoga albatta shayton va gunoh hamrohdir. Savdolaringizga sadaqa aralashtirib turinglar" deganlar. O'sha boyagi g'irromda ochiqchasi qilayotgan hojakalar qo'sh tirnoq ichida. Shu hadisni eshitganda noto'g'ri tushunib olganda nazarimda, men shunga o'xshagan g'irrom ishlarimni sadaqa qilib tursam, u ish nima bo'lib ketadi? Yuvilib ketadi deb noto'g'ri tushunadi shekilli. Birodarlar, bu hadisda aytilgan narsa boshqa narsa. Sizni savdoingizda xato, nuqson aralashib qolsa, bu beqasd bo'lgan bo'lsa, beqasd bo'lgan kamchiliklarni sadaqa yuvib turadi degani. Zo'r ekanda, $1 million yolg'on bilan topib turib, 100 mingni sadaqa qilib qo'ysangiz, bu yerda 900 ming foyda qolib ketaverasizmi? Voy birodar, tushuning. Bunaqa yo'l bilan savdo qilayotgan akalar, sizlar ochiq haromda bilib turib, qasddan qilyapsizlar. Allohning dini bilan o'ynashmanglar birodarlar. Buning oqibati chatoq bo'ladi. Nima? Sizlar uchun dindor bo'lib ko'rinish, soqol qo'yib tasbih yugurish, masjidga yugurish, bu nima? O'yinmi? Nima? O'lmaysizlarmi? Qancha yashamoqchisizlar? Halolmi, harommi topding-a pul, baribir sendan qolib ketadi. Go'ringga olib ketmaysan. Endi nimaga shuni qilyapsan desa, boyagi darsimizni boshlayotgan gapimiz. Rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Yozilganini yeysan, qanaqa qilib topsang ham yozilganini yeysan.